Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Bugun meni erimdan so'raymiz, hayotiga qanchalik kerak ekanman. Ahror aka, qani aytib beringchi, hayotingizga qanchalik kerakman? Hayotimga sen havodek keraksan, quyoshdek keraksan. Sensiz hayotimni men tasavvur ham qila olmaganman, to'g'risi. Do'stlaringiz-chi? Do'stlarimdan men voz kechganman. Ular men uchun kopeyka, to'g'risi. Ulardan umuman foyda yo'q. Ular faqat ish tutsa meni qidirib qoladi. Atak umuman foydasi. Ulardan hammasini kechganman. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Albatta seni. Albatta seni. Do'stlarim kim men? Ular meni faqat choyxonaga chaqiradi, konterga chaqiradi, kofe ichgani chaqiradi. Ulardan umuman foyda yo'q. Faqat sendan foyda bor. Chunki sen menga farzand tug'ib berasan, kirlarimni yuvasan, ovqatlarimni qilib berasan. Men faqat seni tanlagan bo'lardim. Bo'ldi, gapir bo'ldi, men o'qishim kirib ketmasin. Mana shunaqa o'rtoqlar, sizlar doim so'raysizlar bizlardan, oilani baxti nimada? Qani sizlar ham ora-orada so'rab turinglar sizlarni, erlaringdan hayotiga qanchalik kerak ekansizlar. To'g'rimi, Ahror aka? To'g'ri, to'g'ri. Hammaga rahmat. Когда мужчина влюблен